Sozlamalar, ulanishlar, mobil tarmoqlar. Eslatma: bunda Wi-Fi o'chiq, internet yoqiq bo'lishi kerak. Avtomatik ravishda tanlashdan yoqing. 2 marta orqaga qayting. Eslatma: bunda Wi-Fi yoqiq, internet o'chiq bo'lishi kerak. IP parametrlarga kirib, statikka qo'yib qo'ying. IP manzilda mendaqa qilmang, o'zingiz avtomatik tarzda turgan bo'ladi. DNS1, 2 shluzni mendaqa qiling. 3 marta orqaga qayting. Telefon haqida, dastur haqida ma'lumot. Rels raqamni 7-8 marta tez-tez bosing. 2 marta orqaga qayting. Keyin ishlab chiqaruvchi opsiyalari. Tarmoq yuklash tezligi cheklovi. Cheksiz. 3 marta orqaga qayting va ish bitdi. Natija